Buni o'ng tarafga qilganida ochilmaydi. Hurmatli Leapmotor obunachilari, bugun sizlarga C16 modelimizni, ya'ni batareyka o'chib qolganda mashina qulf holatida qanday qilib uni maxsus kalt orqali ochib olish haqida lifehack ko'rsatamiz. Va bizga buning uchun maxsus temir kaltchamiz bo'ladi, zapasnoy kaltimiz. Mana bunda olib vahima qilmaysizlar, buni o'ng tarafga qilganida ochilmaydi. Birinchi chap tarafga, keyin o'ng tarafga qilganimizda ochiladi. Va bunaqa holatda signalizatsiya ishlab ketganda vahimaga tushmaymiz. Bizga bu uchun maxsus mana bunday qurilma kerak bo'ladi. Buni o'zi power bank deyiladi. Mashinaga tselib beradi. Uni xalq tilida перекрутитель deyishadi. Maxsus kalitdan mashinani ochib olganimizdan so'ng, endi biz buni перекрут qilishimiz uchun kapotni ochishimiz kerak bo'ladi. Kapotni bu yerdan ochamiz. 2 marta tortiladi. Va buni ulash uchun mana bunda razyom bo'ladi. Razyomga mana buni bunday ulasak bo'ladi. Kapotimizni ham ochib oldik. Sizlar vahima qilmaysizlar, sizlar ochgan paytingizda bu yerda signalizatsiya ishlab turgan bo'ladi. Va kapotni ochib bo'lganimizdan so'ng mana bunaqa akkumulyator joyidan mana krishkasini olamiz. Va mana krishkasini ochib bo'lganimizdan so'ng bu yerda ahamiyat berishinglarni so'rayman. Bu yerda plus bor, minus bor. Plusni plusga va minusni minusga ulab turib, keyin bu yerdan mana bu power knopkasi bor, ya'ni yoqish knopkasi. Yoqish knopkasi orqali bosganimizda mashina minimal darajada bo'lsa ham zaryad oladi. Mana plusni uladik va mana minusni ham ulaganimizdan so'ng bizda o'sha payt signalizatsiya ishlab turgan bo'ladi. Biz uni o'chirishimiz uchun faqat shu NFC orqali shuni bosganimizda bo'ldi. O'shani signalizatsiya o'chadi. Agar videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang.